Bundan bakadan iPhone 13 hiç yerde yok. Sim karta plus eSIM registratsiyadan ötken bir yıl resmi kafalatidan berk turibmiz. Yine iPhone 13'lerimiz 128'lik qora rangda açılmagan, hamma telefonumuz yine konkret plombada bo'ladi. Sim karta joyam, eSIM joyam registratsiyadan ötken. O da yani bir vaqtning o'zida bemalol 2 nomer ishlatib bilasizlar. Bahasına geladigan bo'lsak 5 milyon 900 ming so'mdan kolичество lekin dimom ko'p emas. 2 4 6 8 10 12 dana vida bor. Bundan примерно bir 4 dana bor. 16 dana 17 dana bunda durganlarni hisoblasak bir 20 dana iPhone 13'imiz var. 5 milyon 900'den başka yok undan bakadan xaridetçi ulgurib qolinglar. Bilasa bozorda bakasa 6 milyon 6 milyon 300 6,5 milyongacha bor. Har xil tovar bor. 6 milyondan satılib turgan даже bir sim karta registratsiya o'tgan bo'ladi, eSIM o'tmagan bo'ladi. Yine 5 milyon 900 dan alinglar. Sim karta ham registratsiya o'tgan, eSIM ham registratsiyadan o'tgan. Hazrat bir shatasda ulgurib qolinglar. Hamma filialimizda bor.